Assalomu alaykum do'stlar. Qayda o'tir darsxonamizga kelganlarni qarshi olamiz. Biz bugungi soat darsimizda ovoz tahrirlash hamda kesishni o'rganamiz. Oldi bilan men Adobe Audition'ni qo'zg'atib olay. Ochgandan keyin yangi ko'p yo'lli hojatdan birini ochay. 29 deb qo'yaylik ismini. Undan keyin men tayyorlab olgan bir parchani o'ngga olaylik. O'ngilishni bosdim. Hayot izlagan kishini quruq qo'l qo'ymaydi. Bir ayol kiyim setib olib kelgandan keyin odati bo'yicha qo'shnisining uyga kirib setib olgan kiyimini danglamoqchi bo'libdi. Lekin qo'shnisining o'xshash kiyimni o'zidan 20 yuan arzon setib olganligini anglab, necha kungacha ichi ochiq yuribdi. Demak, shu kichikgina harakatdan bu ayoldagi turmushga bo'lgan qimmat qarashning faqat shu 20 yuanchilik ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Ovoz qilib bo'ldik, endi to'xtatib cho'qim ovoz qilib bo'lgandan keyin bu ovoz elishni o'chirib o'taylik. Kutilmagan hadislardan qutulib bo'ldi. Endi biz buni qarta bir tahrirlashib boraylik. Hayot izlagan kishini quruq qo'l qo'ymaydi. Mana oldidagi ovozni bir anglab o'taylik. Ovozni ziroq yo'g'ontib qo'shchakkandan keyin tahrirlashga kirdik. Endi ovozni cho'ngaytib endi to'g'ri kirib anglaylik. Mana tingan ovoz ekan-ku. Biz buni lozim emas-ku, biz buni lozim emas deb o'chirib o'tmoqchi. O'chirish uchun tanlagandan keyin o'ng knopkani chekib, bevosita o'chirish bosdik, o'chdi. Agar biz oldidagi mau quruq yanimi lozim emas desak, shuni o'ng knopkani chekib, bovin shancho deganni chekkandan keyin mana yo'qdi. Hayot izlagan kishini yoki bo'lmasa bevosita o'chirishni avval tanladik. Undan keyin miyadan kesish qurolini tanlab, yana bir kesib o'tgandan keyin undan o'ng knopkani chekib, bovin shancho, undan keyin tanlangan so'shvan janche tanlab o'chirsak bo'ldi. Yoki bo'lmaydi ekan, biz miyadagi qurol sanoqda qurolni ishlash, kesish qurolini ishlatmay, tanlagandan keyin vaqt tanlashni chekdim. Undan keyin tanlamoqchi bo'lgan o'rinni tanlab, o'ng knopkani chekib, chayfini tanlab, mana kesgandan keyin undan bovin shancho, so'shvan janche mana tanlagandan keyin mana oldiga surildi. Agar bu oldiga surilmayla biz o'chirib o'tmoqchi desak, bevosita delete knopkasini bossak, shanchoni bossak bo'ladi. Yoki bo'lmasa knopkasidan delete deganni bosgandan keyin o'chidi. Hayot izlagan kishini quruq qo'l qo'ymaydi. Endi biz yana ma'urni kesmoqchi. Buni o'chirib o'tmoqchi bo'lib qolsak, o'chirib o'tib, ankin ma'u oldiga surilsin desak, bu o'rinni tanlab, undan keyin chayfin deganni tanlagandan keyin bundan bovin so'shvan janche degan tanlagandan keyin mana oldiga surildi. Quruq qo'l qo'ymaydi. Lekin qarmoqchi bo'lsam yana anglasak, lekin oraliqda azroq o'tishmagan o'rin bor. Buni biz agar yo'q qilib o'tmoqchi bo'lib qolsak, oldiga bevosita surib qo'ysak bo'ldi. O'tishgandan keyin undan oraliqdagi qo'ymaydi. Lekin oraliqdagi quruq o'rin yo'qaydi. Qaraylik, mana sen manda qilib tursan bu.
kishini quruq qo'l qo'ymaydi. Lekin mana bu bir tinigan ovoz bilan men hozir o'chirib sanayli. Mana da aniq bo'lindi. Quruq qo'l qo'ymaydi. Lekin xo'sh, mavarliqni agar yo'q qo'yitmoqchi bo'lib qolsak, mana quruq qo'l qo'ymaydi. Lekin qo'shnisining o'xshash mana bir xil usul va yoki mani ikkinchi quruqqa tushirib tanro'shni qo asta ovoz tuvallab mana quruq qo'l qo'ymaydi. Lekin qo'shnisining o'xshash kiyimni o'zidan 20 yuan arzon sotib olganligini anglab, endi mana bu muzikaninki ba'zi bir programmalarni anglasak avval tuandin undan keyin yuqorilaydigu ovoz. Buni qanaqa qilamiz desak mana. Mani yerdan tuvalatgandan keyin lekin qo'shnisining o'xshash kiyimni o'zidan 20 yuan arzon sotib olganligini anglab, mana mushta asli qilamiz degan gap. Buningga biz bir muzikadan birini kirishtirib sinab boqaylik. Muzikadan birini akray kirgizish uchun mendan bevosita davro deganni qilib akirsak mı bo'ldi. Kiryapti. Endi buni menga kelib qo'ymaydi. Maniki ovoz bak yuqorib ketdi desak, mushuni qo'sh chekib ovozni mendan to'lib o'tgandan keyin endi to'g'riga kirib anglasak bo'ldi. Ammo u mana kenara tatib turli. Meyadan biz muzika bir xil pastdan anglashga cho'qilsin desak, mana qildik. Endi hayot izlagan kishini quruq qo'l qo'ymaydi. Lekin qo'shnisining o'xshash maniki. Mana bu bir xil unum. Endi kesishni o'rgandik. Agar mana bu yo'llar bizga nisbatan ochiq ekan deb o'ylasak, shu o'rinni tanlagandan keyin 10 knopkani chekib Doğuy, Şençuman çekkendan keyin ama 4-cü o'rin yo'q edi. Bunun 5ni o'chirib etmoqchi bo'lib qolsak, mana 5 mi yo'q edi degan gap. Ama shu shundan boshqa, mush asosiy yo'ldan boshqalarni o'chirib etgan bo'ldi. Agar bizni qaytarmoqchi bo'lib qolsak, yerdan qaytarsak nima bo'ldi? Yoki mana o'rindan mana yerdan qo'shsak bo'ldi degan gap. Men qo'shildi. Yana muhim nuqta endi miyadagi qurollar. Bu qurolning ismi mana bu yo'tkash quroli. Bu nimaga ishlatib desak, masalan, shu hujjatni tanlagandan keyin yo'tkash, xohlagancha yo'tkashga ishlatildi. Buning yandikisi biz ko'rib o'tgan kesish quroli. Masalan, miyani kesib o'tdik. Undan keyin tanlab kesib o'tsak, o'chirib o'tsak bo'ldi degan gap. Yana bir Audition'ninki yana bir yaxshi aloyihligi, biz men oldida ko'rganda kesib o'tdik, lekin bizniki bir butun ovozimizga ta'sir ko'rsatdi desak, yo'q ko'rsatmaydi. Buni degan gap desanglar, miyadan yani tatgandan keyin butun ovoz asli keldi degan gap. Biz bayan miyaga o'chirib o'tdik endi. Mana o'chirib turay ovozni.
Mau 8 sekundluktan başlap men aldını öçürüp etdik o müşekkegacha. Biz eslik keltirimiz dep qalsak yana. Nölden başlap eslik keltir degan gap. Bundan başqa yana kesiş quralından foydalanıp, xalgan o'rinda kesip manım öçürütey. Hem o'sha o'rin qolib qolsa-mu, yana biz buni asliga kelamiz desak, asliga keldi degan gap. Bu Adobe Audition'ninki intayin kuchlik alohidligininki birisi. Yana bir jihat ovozga vaqtimizda biz xalgan o'ringa xalgancha ovoz ala olamiz. Hamda bu yerda masalan mau bir naqsha desak, buningga 3 mikrofon orqali ovozga olmoqchi. Birinchi mikrofon, ikkinchi, uchinchi mikrofon. Buni qanday tangishamiz desak, men şeyden tangishib olsak bo'ldi. Biz boya tangshigan miyadin kirish uskunasi deganga 3 mikrofon ketadi. Hamda 3 mikrofonni tanlab, andan mau mush o'ringa xalgancha mishadan tangsak bo'ldi degan gap. Qaysini oladi, qaysi o'rinda, lekin qaysi shibeydan o'xshamagan o'ringa o'xshamagan mikrofonni tanlagandan keyin mishadan tangishib, masalan bir naqshini 3 odam aytgan ovozni mishadan tangishib chiqarib bo'ldi degan gap. Andan keyin mau shangborimiz masalan biz tahrirlab bo'lamiz, bu bek uzun bo'lib ketganlik uchun. Buni biz saqlab qo'yib, atisda saqlash uchun mana pausini yoki linksini ve ondan saqlaydigan o'rin. Odatda mushu sukutda mushu Adobe'ninki Adobe Word'undag'ishdagi Adobe'ningdagi Audition ondan nashri, ondan hujjat mush bo'yicha saqlandi. Mush bo'yicha saqlab echib ko'rib baqayli. Saqlaganda mishadagi barliq hujjatlar qo'yib biraqli saqlandi. İntayin qolaylik. Hamda Audition'ni men biraqli o'chirib o'tayman mana. Hamda biz ash o'rinni ech baqayli. Word'undag'ning ichidagi Adobe'ning ichidagi Audition'ning ichidagi 10.0 ondan bugungi chislar. Mush hujjat buni echib bevosita tahrirlashib olsak bo'ldi. Mau ovoz tang chiqmadi. Biz bayam ovozni etib etgan, buni echib etsak, ovoz bilan tang hujjat chiqdi. Hayot izlagan kishini quruq qo'l qo'ymaydi, lekin qo'shnisining o'xshash shuning bilan oddiy bo'lgan ovoz kesish, tahrirlashni o'rganib o'tdik. Bugungi soat darsimiz mushayish olsun. Kelar soatda ko'rishaylik.